Ba'zi odamlar axlat qutisidan bir xalta axlatni olib chiqishni 1 daqiqalik vazifa deb bilishadi. Men uchun bu deyarli imkonsiz vazifa. Men Isroil davlatidagi nogironlar populyatsiyasining bir qismiman. Ular har kuni oddiy vazifalarni qiyinlashtiradigan jismoniy va ruhiy holat bilan kurashadilar. Turish, tartibli bo'lish va ba'zan hatto uyda eng oddiy ishlarni bajarish. Menga ayniqsa qiyin bo'lgan vazifalardan biri bu kvartiramdan axlatni olib chiqishdir. Men turli idoralar, davlat idoralari, tashkilotlar bilan bog'lanishga harakat qildim. Lekin amalda o'zimni bir idoradan ikkinchisiga qayta yuborayotganimni, haqiqiy yechimsiz ekanligini ko'raman. Bu orada hayot davom etmoqda va qiyinchilik saqlanib qolmoqda. Men faqat nogironlik nafaqasi bilan yashayman. Shuning uchun menga bunday oddiy narsalarda yordam berish uchun xususiy kompaniyaga pul to'lash imkoniyatim yo'q. Bu video shikoyat qilish uchun emas, balki haqiqatni yoritish uchun mo'ljallangan. Nogironlar boshqalar deyarli sezmaydigan kundalik qiyinchiliklar bilan yolg'iz kurashadigan haqiqat. Balki yechim jamiyatdadir. Balki kichik ko'ngilli loyihasida. Balki ko'proq xabardorlik bilan. Agar kimdir yechim, tashabbus yoki hatto yordam berishga tayyor yaxshi qo'shni haqida bilsa, men eshitishni istardim.